Mana hali bunday asrdan oldin uchirdim degani. Ikkita aka singillar qoluvdi, qizil kalsovdi modasi tushib bordi. Aka singillar qoluvdi mana. Pasayib qoldi kaptarlar, xudo xolasa tushishga kelib qoldi. 5-10 minutda tushsa kerak. Ag'bag'i bilan 3,5-4 soat uchib tushyapti. Lekin nar ertalab ham haydaganimda ham uchgan edi. Kam 5 soat uchib tushuvdi nar ertalab uchirganimda ham. Mana unisi narima yoqqa o'tayotgan. Bah. Hozir tushadi xudo xolasa. O'yin qilarmikin nari? Tirillatib tortib beramikin bitta takkillatib. Mana o'ynayapti-yu, unaqa jabas. Shom bo'lib o'tdilar hozir. Tushga keldi, xudo xolasa tushadi hozir kaptarlar. Tediylar bunaqa qilmas ekanda aka-ukalar, tediylar qorong'i tushyapsa, quyosh mashaqqa botyaptimi, shu quyoshga qarab ketaverar ekanda tediy keyin. Charchab, tili osilib bo'lmay qolguncha borar ekan, shu yorug' tarafga qarab, quyosh botayotgan tarafga qarab ketaverar ekan tediy. Mana ular qorong'i bo'lsa ham tushadi mashilar topbular, o'sha Pokiston kamagar sort mashi. Gibrid bo'lgan kamagarga bu to'g'ri Pokiston shunaqa xullas. Mah. Aka singil bular, buni o'rtog'imdan olib chiqqanman bular tuxumini. Ikkovini ham tuxum bo'lib, tuxumi chiqqan xolos o'zi asli. Mana shu yerda ochirib chiqarganman o'zim. Kaptarlar tayyor qo'yib. Mah. Hozir donlayman-da bularda endi tushadi. Bular donlab tushirib, hozir qonini to'yg'azib kirgizib boramiz. Mo'da tuxumiga nar damini oladi. Ertalab yana saharda haydayman yana. Ertalab uchursam zo'r bo'layapti. O'sha kafes rasa qizitguncha, kelguncha tushib olyapti yoki ortiqcha ko'tarilib ketyapti. Mah. Janovorlar. Mah. Kaptar chiqarsam ham tushib olmayapti. Shunda qolib ketsa o'zi bittada tashab tushib oladigan kaptarlar tushib olmayapti. Mah. Kaptar ham chiqarib qo'ydim. Mana bitta mo'da tushdi, endi zo'rg'a tushdi kaptar. Hozir naram tushsa kerak. Bitta kaptar chiqaruvdim, keyin tushdi. Hozir naram tushadi. Don yemasa ham suv ichib olsin, xatyabi. Bu bola boqyapti, yangi ochgan jijisi bor buni. To'ttanar qo'ndaqda qoladi ishkili. Desam tashadi bu ham mana. Mah. Onu niye basın babası beni? Mah.
O'g'lim, ishingizni qilishda quyoningizni o'ynavering. Ma. Ma. Ha, siz moralayapsiz, sizdan qo'rqib sizga qarayapti, mishig'imikin deb. Kech payti ko'zi yaxshi ko'rmaydi-ku o'g'lim. Bu ham suv ichadi hozir kelib. Ishlar bugun ko'p uchdi. Bir marta kamida 5 soat uchdi ertalabkisida. Hozirgisida bir 4 soatga yaqin uchib tushdi. Mana shu ikkovi aka singil o'zi. Kechki tomosha bo'lib qoldi endi aka ukalar. Uni uyida o'g'li turibdi. O'g'li adashib o'tib oldi o'g'li. Hozir kirib ketadi. Qachga o'tib oldi? Hamma o'zini ehtiyot qilsin, salomat bo'lasizlar aka ukalar. Shunaqasi ham bo'lib turadi endi. Bo'ladi. Qanot qoqyapsiz o'g'lim. Bugunga ancha videolar ko'payib ketdi. Xudo xolasa 2-3 ta qo'yib yuboramiz bugun video endi. Ketdi mo'dani. Naram kirib ketadi hozir. Narda joyi mana polkada. Mana ketaydi. Ketdi, naram mo'da ham ketdi, anu qoldi endi. Buni sekin qamab qo'yamiz.